Arendaga 2 xonali kvartira $350. Yashnobod tuman, Mirobod bozor, Respublik bozorda. Oshxona qismida turibman. Steralkasi bor, 6 kilolik, xolodilnik to'q-kamerli, 2 ta kamerali, kafelangan, chiroyli holatda turibdi. Avoylar qilingan, devorlari chiroyli. Vanna tualet bitta joyda joylashgan. Tualeti hamda vanna. Xonalar alohida. Kirib kelish asosiy pod'ezd eshigimiz va koridor hamda spalniya bo'ladi. Divani bor, pardalari bor, chiroyli galagali patologimiz hamda shkaf kiyim taxlash uchun. Xona bo'ylab yurarkanmiz, bu yerda bizda zal bo'ladi. Zalimiz katta, uy kirpichli dom, 4 etajli, 3-etaja joylashgan. Dokumentalniy bo'ladi, ijara shartnoma asosida qo'yiladi, akvaramlari bor. Resivida tantana to'yxonasini bilsanglar, shuni yonginasidagi dom. Narxi $350, materialga $175 gaplashiladi. Televizor qo'yib beradi. Yo'da balkon. Balkon, divani bor, konditsioneri bor, akvaramlari bor. Sizlar bilan Makler Akmal, profili bundan boshqalar bor. Rasm bilan lokatsiyasini Telegram kanalida olasizlar. Obuna bo'lsangizlardan chiqmasin. Telefon nomini yozaman, telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum.